Oq atirgullar qo'shig'i bilan mashhurlikka erishgan xonanda Umida Mirhamedova 1973-yilda Toshkent viloyati Parkent tumanida Changchi qishlog'ida tavallud topgan. U san'atkor Mirsobit Mirhamedov oilasida voyaga yetgan. Otasi dastlab qizining san'atkor bo'lishini istamagan bo'lsa-da, keyinchalik uning qat'iyatini ko'rib, Toshkentdagi Yunus Rajabiy nomidagi musiqa bilim yurtida o'qishiga ruxsat bergan. Faoliyatining boshida to'ylarda Yulduz Usmonova va Nasiba Abdullayeva qo'shiqlarni kuylab yurgan xonanda keyinchalik o'z qo'shiqlari bilan tanila boshladi. 2000-yilda ijro etgan Oq atirgullar qo'shig'i uning eng mashhur hit taronasiga aylandi. Umida Mirhamedova 23 yoshida turmushga chiqqan, biroq keyinchalik turmush o'rtog'i bilan kelishgan holda ajrashgan. U yolg'iz o'g'li Hamidullohni mustaqil tarbiyalagan. 2024-yilda o'g'li uylangan va AQShning Nyu-York shahrida tug'ilib o'sgan qizga uylangan. 2025-yilda esa xonanda ilk bor buvi bo'ldi. Qiziqarli jihati shundaki, xonanda bir paytlar muammolar sabab sevimli uyini sotib yuborgan, ammo 8 yil o'tib yana o'sha uyini qayta sotib olishga muvaffaq bo'lgan. Bugungi kunda Umida Mirhamedova ijod bilan birga nevarasining parvarishi bilan ham shug'ullanmoqda. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rishi uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.